Xush kelibsiz kichkina xonim. O'yinchoq olgani keldingizmi? Dadam puli bor, arzonroq bering. Ha, bemalol xohlaganingizdan tanlayvering. Aka, Assalomu alaykum. Hormang, keling aka. bir minut mumkinmi? Ha. Oke, pulim ozgina kamroq edi-da. Qizimni qo'lidagi o'yinchoq ancha qimmatga o'xshaydi. Ochig'i, meni yonimda 100 ming pulim bor. Agar iloji bo'lsa, shunga yarasha o'yinchoq ko'rsatsangiz. Okey. Bu bizning do'konni, narsalarni, o'quv gift house hamma qimmat do'konda o'ylaydi. Tashqi tomondan bu hozir qizingiz ko'rgan o'yinchoqlari 50 ming so'mdan turadi. Oke, hazillashmang. Qimmat o'yinchoqlik ko'rinib turibdi-ku. Yo'q, ne hazillashaman aka. Aynan qizingiz qo'llaridagi o'yinchoq 50 ming so'mdan turadi. Rostdan. Ha? Xohlasangiz bemalol buni olishingiz mumkin. Unda shu narxda yana bittaga bering. Mayli, ketdi.